yangi reklama yoqishim kerak. Bu yerga kiraman bir. Bu yerga reklama sarlavhasi desa So soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the to'rtta kanalni belgiladim. Qancha maqsadli kanaldan kamroq kanalga yoqilsa, shuncha natija yaxshiroq bo'ladi. Va Create Ad'ni bosamiz. Bizda reklamamiz tekshiruvga ketdi. 4 ta kanalga yoqdik. 2 ton pul sarfladik. Endi bu Telegram bizni reklamamizni tekshiradi va o'sha reklamaga kanalimizga ham kirib tekshiradi. Bu Telegram o'zi reklama matniga kanalimizdagi ma'lumotlar to'g'ri kelishi kerak. Bo'lmasa aktiv qilib bermaydi. Manipulyatsiyaga yo'l qo'yilmagan holda rasmiy yozilishi kerak. Matn ham imlo xatolarsiz, hech qanday tinish belgilarini ham xato qilmaslik kerak. Albatta, mana shu narsalar hammasi kursda o'rgatiladi. Bittalab qanday to'n sotib olish, to'n sotib olishgacha bo'lgan jarayonlar, reklama qanday hollarda natija yaxshi bo'ladi, maqsadli auditoriyani qanday aniqlaymiz, mana shu hammasi kursda batafsil o'rgatiladi.